Oilam kengayib ketdi, uyimni kengaytiraman degan mijozlarimiz uchun to'rxona 106 kvadrat metrga tushgan novostroykamiz sotuvga qo'yildi. Hozir bir boshidan asosiy kirish eshigidan boshlab tushuntirib o'taman. Bu yoqda tashqariga chiqish asosiy eshigimizda kirishimizda bilan mana bunaqa chiroyli qilib prixojniy shkaflarimiz qo'yilgan. Va bu yoqda sanuzellarimiz razdelni joylashgan, plus asosiy yotoqxonani o'zini ham sanuzeli bor. Xo'p, kirib kelar ekanmiz, bizani mana shunaqa kenggina xoll kutib turibdi. Bu yoqda bemalol oila davrasida ovqatlanib o'tirsa bo'ladigan joy qilib qo'yishgan ekan va mana bu joyda esa oshxonamizda joylashgan. Oshxonani ham ko'rishinglar mumkin, kichkina emas, kenggina, kuxniy mebellari bilan tayyor holatda turibdi. Shundoqqina novostroykani orqa devoriga qaragan. Xo'p, hamma xonalarimiz mana shu bir koridor orqali alohida kiriladi. Mana bu joyda asosiy yotoqxonani ko'rishinglar mumkin. Anchagina keng va mana shu yotoqxonani o'zini sanuzeli ham bor ekan. Xo'p, bu yoqda mehmonxona qismimiz joylashgan. Mehmonxonani ham qarang. Kenggina xontaxtali qilib, chiroyli qilib joylashtirib qo'yishgan. Pardalari o'ziga yarashib turibdi. O'zimizning oldingi Euro stilda remont qilingan. Xo'p, yana mana bu koridordan kelar ekanmiz, qolgan xonalarga qarab yo'l olamiz. Mana bu joyda bitta detskiy yotoqxonamiz joylashgan. Ko'rib turgandek, bitta dinamik kravat, dars tayyorlash uchun stol zonalarigacha tayyor turibdi va mana bu joyda yana bitta detskiy yotoqxonani ko'rishinglar mumkin. Bunda ham qizlarga moslangan ekan, ikkita dinamik kravatda chiroyli qilib joylashtirib qo'yilgan. Xonadonimizda 8 qavatli binoning 5-qavatida joylashgan, 100% g'ishtdan qurilgan novostroyka bo'lib, 150 ming AQSh dollari so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. Opsiyonida telefon nomer qoldiraman, batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi.